1 kvadrati 650 dollardan chiqyapti. Mana shu yangi qurilgan uchastkamizni o'rtoqlar 0.9 sotuvga qurib qo'yishibdi akalarimiz. Bu yoqda уже 3 ta 4 ta qurishgan. Shundan bor yo'g'i bitta dona qolgan. Faqat ulgurib qolinglar. Sergeli tumanining Xonobod mahallasiga kelganmiz. Mana shu ko'chamizdan to'g'ri chiqadigan bo'lsak, Matonat metro bekatiga chiqamiz. Endi kelinglar, ichkaridagi planirovka sharoitlarini hammasini ko'ramiz. Akalarimiz bitta mashina olib kirishgan ekan, bu yoqqa sig'ar ekan. Darvozaxonamiz eshikdan kirganda mana bunaqa yo'lak bo'lyapti va bu yoq tarafdan zinalarni ko'ramiz. O'ng tarafdagi birinchi xonamiz marhamat mehmonxona bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishga ega mehmonxona keng katta qilingan ekan. Endi bu tarafdan zinani tagida umumiy sanuzul qilishgan va buni qarshisida yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Va buni yonginasida bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Bu yoq tarafda mana kotyollar bilan birgalikda. Birinchi va ikkinchi qavatimizni 140 kvadrat metrdan oshuv deyishyapti. Endi mana qaranglar. Ikkinchi qavatga chiqqanda bu birinchi xonamiz bo'ladi. Buni yonida ikkinchi xona va buni yonginasida umumiy vannaxonani ko'rsak bo'ladi. Va buni yonida uchinchi xona, ya'ni ikkinchi qavatdagi bu uchinchi xona bo'lsa, zinadan chiqqanda chap tarafda ikkinchi qavatdagi bu 4-xona. Buni endi bolalarga yotoqxona qilib qo'ysak bo'ladi. Umumiy hisobda 6 ta xona plus oshxona, 2 ta sanuzul bilan menimcha 1 kvadrati 650 dollardan vaqti zo'r, bor yo'g'i bitta dona qolgan. Bilasizlar, quruvchilar nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pulim bo'lganda qadrdonlar hech ikkilanmasdan mana shu kvartirani olgan bo'lardim. Kadastrlarga ega, tayyor holatda ekan. Uchtepa tumani Soybo'yi turar joy majmuasiga kelganmiz. Murod Building kompaniyasi tomonidan qurilgan novostroykaga mana bu hovlisini sharoitlarini qaranglar. Mana bu yoqda bolalar o'ynash uchun naryoqda o'ynab yuribdi. Xullas sharoitlar vaqti zo'r qilingan ekan. Bu yoq tarafda besetkalar, naryoq tarafda besetkalar, o'tiriladigan joylar, sharoitlar juda men o'zimga to'g'risi yoqyapti. 15 qavatli mana shu novostroykani 15-qavatida 4708 kvadrat metr kattalikda kadastrlarga ega xonadon sotuvga qo'yilgan. Hozir video davomida men narxlarni ham aytaman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketdik. Hozir sotuv bo'limiga kelib bitta narx qiziqsanglar, mana mana yonida qurilayotgani bor ekan. 17 millionmi, 18 millionmi so'rashayotgan ekan. Narxini zo'r qilib belgilab qo'yganmiz. Men o'zimga ham to'g'risi rosa yoqyapti. Majmuani endi qulayliklariga keladigan bo'lsak, agar sizda ko'proq bir mehmondorchilik bo'lib qoladigan bo'lsa ham, bu majmuani o'zida alohida mashta yashovchilar uchun katta mehmonxona zallari bor ekan. Bundan tashqari ayollar va erkaklar uchun alohida trenajyorniy zallariga ham ega. Endi hozir xonadonning ichiga kirib ko'ramiz. 15-qavatga chiqdik, podezlarni qaranglar, kartinalargacha qo'yib qo'yilgan. Bizning xonadonimizning 100-bo'lyapti. Отпечаткali zamoklar qo'yilgan asosiy kirish eshigi. Xo'p, kirib kelishimiz mana shunaqa yo'lak bilan boshlanyapti. O'ng tarafda sanuzulni ko'ramiz. Kadastrlari chiqarilgan tayyor holatda 4708 kvadrat metr kattalikda. Bu oshxonamiz, kotyolni ko'rishingiz mumkin. Gazlar hammasi tayyor qilib qo'yilgan. Tepli pol plus yana radiatorlar qilingan. Bu oshxonamiz endi bu yoqda stol zona yoki divanli zona bo'ladi. Bu yoqda mebellar qo'yiladi va bu tarafda bo'lsa o'zini kattagina balkonni ham ko'rsak bo'ladi. Endi davom etamiz. Buni yonginasida yotoqxona joylashgan. Mana bu yoqga garderob yasalsa, bu yoqda endi mana katta kravat turadi. Bu yoqda ham mana yangi radiatorlarga tayyor qilib qo'yilgan. O'zingizlar xohlaganda interyerni dizayn asosida remont qilib olsanglar bo'ladi. 1315 dollardan menimcha zo'r narx. Pul bo'lsa hozir telefon qilib bosadigan joyi. Dodam o'zlari uchun uyi lekin qurib qo'yibdilar o'rtoqlar, baribir bor-ku, bilinadi-da, odam o'zi uchun qilgan uyi. Mana qaranglar, 4 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan uyimizda burchakda joylashgan. Men o'zimga yoqqan joyi mana shu asosiy bu yoq oldi ko'cha bo'lyapti. Mana bu yoqda katta agorodlari, naryoq tarafi ham ko'cha. Asosiy darvozaxonamiz naryoq tarafdan bo'lyapti. Bu yoqdan bo'lsa asosiy kiraverish eshigi. Endi qani marhamat ichkariga kiramiz, sharoitlarini ko'rib to'g'risi yashab o'rginglar keladi. Men o'zimga ham juda ham yoqdi. Uy proyekti, qilingan ishlar hammasi mehr bilan, did bilan qilingan 2 qavatli imorat. Uyimizda umumiy hisobda 8 ta xona plus yer to'lasi ham yaxlit qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan. Uyoqlar ham remont qilib qo'yilgan va uyimizning isitish tizimlari ham aynan shu yer to'lada joylashtirilgan. Yer to'laga mana hovlini
bu yoq tarafdan ham tushsak bo'ladi. Endi bu tarafni ko'radigan bo'lsak, yozgi oshxonaga mo'ljallangan joyim deyaptilar. Xohlasanglar yozgi oshxona yasab, naveslar ham qo'ysanglar bo'ladi. Va hovli uchun bu tarafda bitta hojatxona qilib qo'yilgan ekan. Endi bu mehmonlarga mo'ljallangan va hovlimizni bu yoq tarafda ko'ryapsizlar. Bir qavatli, juda bir chiroyli, kompaktli imorat qilinganda, bu imoratga kirganimizda bitta kattagina mehmonxona, yotoqxona, bu yotoqxonaning o'zining ichida sanuzl plus garderoblar bilan bo'lsa, mana bu yoq tarafda mana kattagina, juda chiroyli, keng darvozaxona, adashmasam bemalol 4 ta avtomobilni ham sig'dirib olsak bo'ladi. Endi uyga ichiga marhamat. Qadrdonlar, mana uy ichiga kirib oldik. Keng yo'li, o'ng tarafdagi birinchi ko'radigan xonamiz oshxona bo'ladi. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan keng oshxona, mebel texnikalari hammasi akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Keyin dodam ko'rsatdilar, mana shu patolokda ham havo tortadigan ventilyatsiya tizimi qilganman. Plus undan tashqari bu yoqda ham yana havo tortadiganlar bor, deyaptilar. Xullas pulni ayamasdan tiqib yuborgan ekanlar. Endi bu oshxonamizning yonginasidan navbatdagi kattagina keng mehmonlarimiz uchun mo'ljallangan mana shunaqa mehmonxonani ko'radigan bo'lsak, buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, yangi mana bunaqa garderoblar, kravatlar, bu yotoqxonaning o'zining ichida sanuzllar bilan birgalikda bo'lyapti va birinchi qavatimiz uchun bu tarafda umumiy biz hojatxonasini ko'rsak bo'ladi. Uyimizning yer to'lasiga mana bu yoqdan ham ichkaridan ham tushsak bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda kattagina living room va bundan tashqari 4 ta xona bor. Zinadan chiqqanda chap tarafdan ko'rishni davom etar ekanmiz. Ikkinchi qavatimiz uchun umumiy marhamat vannaxonani ko'rsanglar bo'ladi. Buni yonginasidan navbatdagi xonamiz joylashgan va buni yonidan navbatdagi ikkinchi xona. E'tibor bersanglar, uy ichida deyarli hech qanaqa jihozlar yo'q, faqat gilamlar to'shab qo'yilgan. Bu degani uydan foydalanilmagan. Uyimizni o'zi 2-3 oy oldin bitqazilgan. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra sotiladigan bo'lib qolganda, buni yonida navbatdagi ikkinchi qavatdagi bu 3-xona bo'lsa, eng oxirgi bu yoqdagi ikkinchi qavatdagi 4-xona bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan. Kattagina keng isitish tizimlarida to'pli pol plus yana radiatorlardan foydalanilgan. Bu xonani bu yoqda shunaqa garderobga mo'ljallangan kichkina xonasi va o'zini sanuzli bilan bo'lyapti. Xo'p, uyimizning narxi nech pul desanglar, 280 ming dollar so'rashyapti. Qiziqqanlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chilonzor tumani Bog'obod mahallasidan 3-6 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan uyni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, bu mahallamizning zo'r tarafi bor-ku, Hazratni masjidlaridan bor yo'g'i 8 metr uzoqlikda ekan. O'zbekona haqiqiy mahalladan o'zim uchun uy quraman degan okalar, bu variantni bitta ko'ringlar, video davomida men narxlarni ham aytaman. Uyimizda dokumentlar bo'yicha 3-6 deyishyapti. Keyin katta yo'ldan bu yoqda огородlar ham bor ekan. Fasadini endi o'zimiz o'lchaganimizda 13,5 metr chiqdi. Uzunligiga shu 27 metrlar chiqyapti. Endi ichkaridan ham bitta ko'ramiz. Endi ko'rib turganinglardek, xonadonimiz ancha yil oldin qurilgan. Menimcha bu joyni oladigan odam o'zi uchun bitta chiroyli 2 qavatli imorat quradi. Mana yon qo'shnining uyini ko'rsataylik. Mana bu uyi ham razmeri 3,5 sotuv ekan, zo'r 2 qavatli uchastka tushirishgan. O'rtoqlar, narxini 189 ming dollar so'rashyapti. Endi tepasida naqd pul bilan kelsanglar, kelishiladigan joylar bo'ladi albatta. Yer maydonimiz tekis to'rt burchak, qing'irqiy shu joylar yo'q ekan. O'zingizlarni kelib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Bilasizlar, har doim uy egalarining nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Egalar bilan talashib tortishib bo'ladigan narxini chiqaryapmiz. Qadrdonlar, noturar joyimiz 1 sotixiga 10 ming dollardan berilyapti. Xo'p, qaranglar, shundoqqina yonginamiz mixzavod ekan, katta yo'ldan kirib ko'rish. Taxminan 100 metrcha kiriladi. Mana shu joyda 22 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan, dokumentlari hozirgi kunda noturarda turgan joyimizni sotuvda. Hozir ichkariga kirib, hamma ma'lumotlarni sizlarga batafsil ko'rsatib tushuntirib beramiz. Qani ketdik. Bu joyimizda plastik ishlab chiqarish bilan shug'ullanishgan ekan. Kadastrlar bo'yicha 22 sotuv. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, e'tibor beringlar, mana alohida tepalar bor ekan, xususiy va eng zo'r joyi sentralniy kanalizatsiyalar ham kelgan ekan. Ko'rib turganinglardek katta joy. Fasadini ko'ryapsizlar, bu yoqdan adashmasam 20 metrdan katta bo'lsa kerak. Bu yoq tarafda navesli qilingan, nari yoqda oshxonalar, sanuzllar, xo'jayinlar uchun ofislar joylashgan bo'lsa, kirib kelishimizning chap tarafida ishchilar uchun mo'ljallangan sanuzllar, tepada konteynerda yotoqxonalargacha xullas sharoitlar qilib qo'yilgan. Hozir lekin foydalanilmayapti. Bu yoqda mana katta naveslar, katta angarni ko'ryapsizlar bu tarafda. Mana shu tarafdagi angar, bu yoq tarafdagi angarlari bilan joy egalari yetishyapti. Taxminan 2200 kvadratdan oshuv joy deyishyapti va 1 sotixiga 10 ming dollardan menimcha okalar zo'r narx deb o'ylayman. Kelib ko'ringlar, egalari bilan amallab taqalgan narx deb chiqaryapmiz.
Endi bilmayman, balki o'tib berishar, balki o'tib berishmas. Mana bu angarlardan agar ishlab chiqarish uchun foydalanaman desanglar ham tayyor joy, qiziqqanlar uchun bilasizlar, har doim joy egalarini nomerlarini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Zangeta tumani O'rta ovulda joylashgan. Aniqroq mo'ljal Zangeta ziyoratgohidan taxminan 2 ostanovka o'tganda bo'lyapti. Katta yo'ldan ham unaqa uzoq emas ekan.